Assalomu alaykum. Islom Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli aka-ukalar, mana bugun xudo xolasa yana bir darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamizni Beshariq tumani Yangiqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'iniga olib kelib o'rnashtirdik. Hurmatli aka-ukalar, darvozamiz ko'rib turibsizlar, juda ham ideal holatda chiqdi. 1.8 lisli darvozamiz 1 kvadrat metri 850 ming so'mdan olib kelib o'rnatib beryapmiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, hurmatli aka-ukalar. Darvozamizni razmeriga keladigan bo'lsak, darvozamizni eniga 3,5 metr, bo'yiga 2,70 bo'ldi. Hurmatli aka-ukalar, ko'rib turibsizlar, xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi. Yo'llari, betonlari borligini hisobiga listlar qo'yib yopib berdik. Stoykalarimiz 8.8 stenka, profillarimiz 6x4 1,5 stena. Listlarimiz 1.8 dan bo'ldi. Zamoklarimiz Zobir zamokdan, hurmatli aka-ukalar. Tepalariga setka qilib berdik. Tepasini setka qilib ochib berdik ishkanida. Mashina o'tadigan joylari 8 lik shivillerdan bo'ldi. Eshigimiz 1.90 sm ochiladi, hurmatli aka-ukalar. Orqa qismini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Darvozamizni eshiklari juda ham chiroyli chiqdi. Xudo xolasa bahoni o'zlaring berib qo'yaverasizlar. Chiroyli chiqqan bo'lsa kommentariyaga chiroyli chiqibdi deysizlar. Kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa kamchiliklarni ham aytaverasizlar. O'rtalari sentr zamok. Ochilib yopilishlari to'shni mana ochilib yopilyapti. Darvozamiz to'shni urvenga o'rnashgan hisobiga qayerga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, ana shu joyda qoladi, hurmatli aka-ukalar. Ko'ryapsizlar, oldiga orqaga ochilib ketgani yo'q. Darvozamiz to'shni urvenda turibdi, xudo xolasa. Endi shavada kelyapti, shuning hisobiga yopilyapti. Kraskalarimiz Mokraspal matviy kraska. Kraskalarimizga ham xudo xolasa garantiya beramiz. Yog'ingarchilikda quyoshda rangi o'zgarmaydi. Xudo xolasa yog'ingarchiliklarda ham o'z holatini yo'qotmaydi, hurmatli aka-ukalar. Ishlarimizni ko'rib turibsizlar. Endi bu darvozamiz o'sha summasi 8 million 500 ming so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Holatni ko'rib turibsizlar aka-ukalar. Oddiy va skromli darvoza bo'ldi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Islom ustozlarining xizmatlaringda. Kraskalarimizni ham yaqinroqdan bitta ko'rsatib qo'yamiz. Kraskalarimizni baho berib qo'yasizlar, juda ham qalin sachilgan. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.